Masalan, bundan 1 yil oldin bo'ldi, 1 yil oldin. Ka'bani oldiganda jamoatlar bilan birga umra amallarini bajarishga boramiz. Borgan paytimiz men o'zimcha endi videograf bo'lib borganman, hoji boshqalar bor. Jamoat bo'lib turibdi, men oldilarida o'zimcha bundoq qilib videoga olyapman odamlarni. Orqadan bitta ayol kishi chiqib keldi. Chiqib keldilarda, o'g'lim dedilar. Labbaysam, siz ham shu firmada ishlaysizmi? Ha, shu firmada ishlayman. Desam, Ka'ba qaysi biri dedilar. Endi har xil odam keladilar bu yerga. Onajon, mana bu Ka'ba bo'ladi. Atrofida odamlar aylanyapti ko'rayotgan bo'lsangiz, mana qora mato yopilgan, kisva deyiladi bu. Mana shu Ka'ba bo'ladi onajon. Desam, ha dedilar. Atrofida kelayotgan odamlarni ko'ryapman, ammo Ka'ba yo'q-ku dedilar. O'rtasi bo'm-bo'sh-ku. Oyoq qo'lim o'zgarib boshladi. So'rasam, o'zimni yo'qotdim tamom. 15-20 sekund mana shu dumkada turdim. O'shanda tushunib yetdim, xohlamagan odamiga hatto uyini ham ko'rsatmas ekan deb.